havuzda o'sadi. Ularni odamlar yeyiladi. Bu tabiatda o'zi chiqadi. Bunga odamlar suv quymasa ham yerning ostidan suv kelib, taylariga suv boradi. Ba'zi ular shirin bo'lishadi. Bitta savol. O'simliklar xilma-xilligi, guruhlariga qaysi o'simliklar kiradi? Qanday guruhlar mavjud o'simliklarda? Mustafa? Yovvoyi o'simliklar va o'zimiz insonlar yesa bo'ladigan yaxshi o'simliklar ikki xil turi bor. Xo'p. O'simliklar bizga kislorodni chiqarib beradi. Karbonat angidrid va suv bilan oziqlanib, bizga havoni tozalab, yetkazib berishadi. O'simliklar ham tirik organizm kabi nafas olishadi, oziqlanishadi. Hop, o'simliklarning guruhlari suvotlarda yashaydigan o'simliklar bor. O'sha suvotga misol moq bo'ladi. Buni moqni biz dengiz atrofida uchratishimiz mumkin. Suvli joylarda va zax joylarda uchratishimiz mumkin. Hop, keyin igna bargli o'simliklarga bu archa misol, qarag'ay va tilog'och. Hop, archa deganda kim nimani tushunadi? Nuriddin Jabring. Ular yozuv qishda yashil rangga turadi. Archani har xil ko'p turi bo'ladi. Oq bo'lishi mumkin, yashil bo'ladi. Uni bayramlarda qo'yishadi. Misol uchun qishda yangi yilda archani qo'yishadi. Archamiz faqat yam-yashil bo'ladi, oq rangda bo'lmaydi archamiz. Shu fikringiz xato bo'ldi, xolos. Xo'p, keyin gulli o'simliklar guruhi ham mavjud. Bunga turli xil gullar kiradi. Kimlar misol keltiradi? Isroil Jobring. Atirgul, Yana qanday gullar mo'chechak, lola, Xo'p, Nuriddin to'ldiring. binafsha, mo'chechak, Lola. lola, Bu rasmimizda qaysi gulni ko'ryapsiz? atirgul. Hop. O'tiring. Suvotlariga endi bu dengiz eng tubida yashaydigan o'simliklar hisoblanadi. Suvotlari. Bu yerda suvoti keltirilmagan-ku. Ko'rgazmamizda suvotlar mavjud. Bu yerda bu yashil toshlar dengizda, qirg'oqlarda uchraydi. Biz bu hududimizda ko'rmaganmiz-ku. Bu toshlar zax joylarda ko'rishimiz mumkin. Dengiz o'tlari suvda eng past joylarda joylashgan bo'ladi va ular suv ichida nafas oladi, oziqlanadi. Xo'p, shular. Gulli o'simliklar butun dunyo bo'ylab tarqalgan bo'ladi. O'simliklarning eng katta guruhlari o'tlar, butalar, daraxtlar kiradi. Hop, gulli o'simliklar umumiy tuzilishga ega. Hammasida ildiz, poya, barg va gullar bo'ladi. O'simliklar ikki turga bo'linadi. 1 yillik, 3 turga bo'linadi. 1 yillik, 2 yillik va ko'p yillikka. 1 yillikka bug'doy, kungaboqar, pomidor, qichitqoq o'ti va banan misol bo'la oladi. Xo'p, 2 yillikka esa sabzimiz, o'simligimiz misol bo'la oladi. Bu sabzimiz 2 yillik hisoblanadi. Xo'p, keyin lavlagi, karam 2 yillik o'simlikka, buta va daraxtlar ko'p yillikka misol bo'la oladi. Suv o'tlari suvda o'suvchi o'simliklar hisoblanadi. Ularning uzunliklari 200 metrga yetsa, eng maydalarni faqat mikroskop yordamida ko'rishimiz mumkin. Suv o'tlari suv havzalari yuzasida yupqa va yashil qoplama hosil qiladi. Suv o'tlari baliqlar va suvdagi boshqa jonivorlarning nafas olishi uchun kislorod ishlab chiqaradi va ularga ozuqa sifatida foyda beradi. Xo'p, suv o'tiga misol bu moq. Buni daryo atrofida ko'rishimiz mumkin. Zax joylarda, yer bag'irlab yoyilib o'sadigan pastak o'simlik hisoblanadi bu. Ko'pincha moq zax joylarda, daraxtlar tagida va toshlar ustida o'sadi. Mana tosh ustida ko'rib turibmiz. Moq ko'rinishidan yumshoq yashil gilamni eslatadi
Buni ko'rganda biz xuddi gilamga o'xshatamiz. Xo'p, keyin paparotnik moqdan ham murakkabroq tuzilishga ega. Bu o'simlik mana ildiz, poya va barglardan iborat, lekin bu o'simligimiz gullamaydi. Odatda paparotnik namgarchilik yuqori bo'lgan iqlim sharoitida o'sadi. Xo'p, buni dengizda ham uchratishimiz mumkin. Ba'zi paparotniklar xona o'simliklari sifatida ham o'stiriladi. Ba'zi xonadonlarda ham o'stirishimiz mumkin buni. Igna bargli o'simliklarga misol bu archa, qarag'ay va tilog'och bo'ladi. Archamiz bizda O'zbekistonda 70 ga yaqin turlar mavjud. U bir jinsli yoki ikki uyli bo'lib, shamol yordamida changlanadi. Archaning uzunligi 30 metrgacha boradi. Buni qubbalari esa diametri 5-20 mm shaklida bo'ladi. U qubbani ichida bir donagina urug' bo'ladi va u oylarida gullaydi. Mevasi esa ikkinchi yili pishadi.